Mana Cobaltga Malibu bar qo'yish oqibati. Avariyli holatda Cobalt mashinasini sotib olganmiz. Bu mashinamizning avariya bo'lish tarixi Malibu barga borib taqalyapti. Qanday deysizmi? Hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Hop, Malibu bar o'rnatilgan, ko'rib turibsizlar. O'ta bespariyatga simlari ham chuvalash yotibdi. Hop. Eshitishimiz bo'yicha mashinani rushnoy qisib qo'ygan. Usta bu hozir ham qisib turibdimi rushnoyi? Hozir ham qisib turibdi. Xullas, mashinani keta turgan joyida rushnoy o'zidan o'zi qisib qolgan, motorchiga ishlab ketganmi, nimadir bo'lgan. Xullas, mashina aylanib ketib, ag'anab ketgan. Shuning uchun Malibu bar o'rnatishlaridan oldin sizlarga bitta narsani tavsiya qilib qolaman. Sifatlik, o'zini hunarini ustasiga olib borib qo'ydiringlar. Aks holda mana shunaqa holatlar kelib chiqishi mumkin. Kimda avariyli pachoq urilgan mashinalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab mana shu ustoz bilan birga sotib olaveramiz. Ha, ustoz, aloqaga chiqaverasizlar.